Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 22-ci sanını görüşlərində qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görülmələrimiz, bu mübarək Ramazan ayına harbi gündən başlap hər günü xilma-xil temalar bilan huzurunuzda bo'lib atqan proqramımız davamlaşıbdı. Mana həşbəş dügüçə bu mübarək ayının axırqı külleriga, axırqı həftəsiga kirib oturubdimiz. Allah subhanahu taala barlıq qılğan əməllərimizni bu Ramazan jarayonida o'rgangan, bilgan shu qimmatli darslarni loyiq ravishda amal qilib, gunohlar mag'firat qilingan shu baxtli mu'minlarning qatoridan bo'lib bu Ramazon bilan xo'shlashishni hammamizga nasib qilsin deb tilaymiz. Bugungi aziz mehmonimiz hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz, Sharq Turkiston O'limalar birligi a'zosi, hurmatli Qosimjon Tamollam taklif qildi, qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif berganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat, Allah razı olsun. Xalq bilan yuz ko'rishtirish uchun bu sahnaga chiqib, o'qigan ilmlarimizni yetkazishga vasila bo'lganligingizni Allah razı olsun. Memnun bo'ldik. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shundoqla ijtimoiy uchur vositadagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni shundoqla savollar bo'lsa so'rashingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi bugungi to'xtalmoqchi bo'lgan temamiz e'lonimizda bergandek, bu hayotiy dunyoning haqiqati va mohiyati haqida to'xtalganligimiz dedik. Albatta har birimiz biz Allah islomni ato qilgan, islom bilan hurmatlagan, sharaflantirgan bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan mayli dinni cho'nqur yaxshi tushunganlar bo'laydi yoki yuzaga tushungan bo'lsaqmi, millatimiz ichida har qanday bir kishi oxiratdan iborat bir hayotning borligiga iymon etgan bir xalqimiz, mayli uningki tushunchamiz bu to'g'risidagi cho'nqur yoki yuzaki bo'lsin. Bu dunyoning oxirida hammalarning o'lib ketib, bir hisob kuniga, qiyomat kuniga boradiganligimizga iymon etgan musulmonlarmiz. Endi mushu hayotiy dunyoga nisbatan bu dunyoga nima uchun avatildik? Bu dunyoninki Allohdan bu yerga bizning avatilishimizdagi, bu yerda yashashimizdagi shu qisqa muddatlik hayotda bizning avatilishimizga, dunyoga yoritilishimizga haqiqiy sabab nima? Qanday yashasak, bu dunyoga qanday ko'z qarashda qarasak, bu imtihondan natijali holatda, muvaffaqiyatli holatda o'tib Allohning dargohiga yuzimiz yo'riq holatda bora olamiz degan narsalarni albatta bu dunyoning haqiqatini tushunish bilan ro'yobga chiqsa kerak. Shuning uchun albatta bu tema buyuk bir tema, qisqa bir programmaning ichida tugatish qiyin bo'lgan bir tema. Shunday bo'lsa-mu, bu muborak oylarda vaqtimizning yetgunicha to'xtalib o'taylik deb o'ltiribdik. Hurmatli ustoz, oldi bilan shu musulmonga nisbatan ham shu dunyo hayotininki mohiyati nima, nimadan iborat bu dunyo bizga nisbatan degan savoldan boshlagan bo'lsak. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillahi va man vala amma ba'd. Demakchi bo'lganimiz, yana Alloh subhanahu va taolo insonni shu dunyoga aprida qildi. Yani inson shu dunyoda Alloh subhanahu va taoloning amr farmonlarini bajo keltirish bilan Alloh subhanahu va taoloning oldiga hozirlanadigan bir dunyo. Endi bu dunyo ilib etgan vaqtimizda sinoq, imtihon dunyosi. Endi bu dunyoninki ba'zi bir ta'rifatlarini biz yana Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda bizga ko'rsatgan, yana ta'riflagan, shu dunyoni ta'riflagan ta'riflari bilan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo sura Hadidning 20-oyatiga qaraydigan bo'lsak, dunyoni bizga nisbatan bunday ta'riflaydi. Endi bilib qo'yinglarki, musulmonlar, sizlar o'ylayotgan ma dunyoringlar bu faqat shu dunyoda o'tkinchi bir dunyo bo'lib, u xuddi bir qimmat yo'q demakchi, qimmat yo'q bir hayot bo'lib, xuddi bir o'yin tomoshaga, xuddi bir-biringlar bilan faxrlanib, oyog'idan natijaga erishmaydigan, kichik bolalarning o'yinlariga o'xshash, yoshlarning bir kayf so'palariga o'xshash oyog'idan natijani, cho'ng bir natijani keltirolmaydigan o'tkinchi bir dunyo deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ta'riflaydi. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ali Imronning 185-oyatida qaraydigan bo'lsak, "Va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur." Bu hayot dunyo faqat bir aldash dunyosi deydi.
Unda aldash dunyosi deganlikdan nima maqsad desa, yana biz dunyoga kirgandan keyin dunyoda biz ona topimiz, mana topimiz, nurg'un narsalar bilan nurg'un narsalarning keyinda halokatchilikda yashaymiz. Ona olgan bo'lib, mana bergan bo'lib, ma ishni qilib olgan bo'lib, qarasak eng oxirida biz hech qanday bir narsaga erishmagandek holatga ketib qolamiz. Olimlar deydiki, shu dunyo hayotini xuddi bir kemada yoki bir hozirgi dunyoimizda bir mashinada safarga chiqqan bir odamning ahvoliga o'xshasak, bu yo'lda ketib borib bu hayotni Alloh subhanahu va taolo bizga xuddi Qur'oni Karimda ogohlantirdi. Shu yo'lda ketib borib, xuddi bir yerda hojatlarni ado qilish uchun kishilarni pastga tushishga shofir buyurdi va ogohlantirdiki, tez vaqtda qaytib kelinglar, u yoq bu yoqqa ketib qolmanglar deydi. Ammo u yerga tushgan insonlar u yerdagi narsalarga qarab, qushlarning sayrig'ini, bo'stonliqlarning ichiga kirib, yig'ilib bir vaqtida qarasa, kimi mashina ketib qolgan. Ana shunga o'xshaydi o deydi. Chunki biz dunyoda dunyo halokatchilik bilan yili bolalarimiz, yili uy, oila ishlari, yili turmush, yili tirikchiliklar bilan mashg'ul bo'lib ketimiz, hayotimiz tugab ketib qoladi. Shunda qaraydigan bo'lsak, o'lim bizga yaqinlashib qoladi. Xuddi mashina ketganga o'xshash, umrimiz ketib qoladi, bizga hech narsani egolanmay qolib qolamiz. Şoňa Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den hayat dünya hakkında bir qancha hadisler, tavsiyeler kelgan. Peygamber aleyhisselam Ebu Hureyre radıyallahu anhuga deydi ki, sen şu dünyada bir yo'lovchidek, safar qilg'uchidek o'tib ketgan deydi. Nimişke dese, o dünyanı sen aleme desangmi ilip bulanmaysa, özüňni onunla meşgul qılıp yetip qapqasan, şunun kendini ketip qalsa degenlik boladi. Bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yetadi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilgan, Müslim'de rivayet qilgan hadisde. Peygamber aleyhisselam bir boruninki, qumuşda salgan borunun üstüde yetip, beqillarga izch ketdi. Sahabeler dedi ki, sizlarga bir yaxshiroq bir narsa qilib bersa, shuningga yetgan bo'lsalar degan vaqtda Peygamber aleyhisselam xalmam demas, xalaydi, ammo sahabelerga bir ders beryapti bu yerda. Deydi ki, men bu dunyoga faqat bir yo'lda ketib etib, issiqning dasidan bir daraxtning soyasida saydab demimlab bo'lgandan keyin yana ketadigan bir yo'lovchiga o'xshaydigan tursam. Men To'g'riman, az vaqtli yashaymay xulus haydigandek, keyin Allohning oldiga ketadigan tursam, men bu dunyoga nimada o'zimni urib ketaman. Men bu dunyoga urib ketgidek, bu dunyo unda bir ahvoli yo'q deb Payg'ambar islom tavsiyalagan. Yani Allah subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisalomga xitob qilib, sen ümmetinge Muhammed aleyhisselam, sen dünya hayatını manda bir misal qilib deydi. Ayet tabii usulubda, çünkü misal elinsa bizge ayette kallamızga ayet ornaydı hem de düşünüşlük olur. O misal nimdeydi o dese, sen dünya hayatını asmandan düşken bir sonun misal etme. Bu su düşkendikin ösümlikle ösüp, bük baraksan buludu. Kişiler, hem de tefsir itibarlarındayız, kişiler bu yakışken hem de bük baraksan bulup meyvedikken dep boğuça, küzü kilidi, kuruydu, şamal kelip uçurup hiç narsa kalmaydı. Muşa hayatı dünya, Müslüman nispeten onu tartışıp ketkedek, onun kendinden özünü urup ketkedek, onun için başkalarından adavet tutup ketkedek, onun için Allah bulup mu ahiretten ibaretten Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzurundaki yenideki nesini taşlap ketkedek, ondak bir Allah'ıydı bir nesi emez. Hulas kılıp ettiği vaktimizde bu hayatı dünya Müslüman'a nispeten bir imtihan dünyası. Ve yine şundakla bu bir ötkünçü dünya, toktap kalmaydı. Xuddi suga o'xshash, suv yog'idi, qurib ketadi. Shuningga o'xshash bizga beriladi, tugab ketib qoladi. Undan biz hech qanday narsaga erishmay qolib qolamiz. Shunga Payg'ambar alayhisalom o'zining hayotini qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalom o'zini dunyoga urib ketgan emas. Katta olimlarimizga qarab baksak, mayli mazhab olimlari olsun, mayli sahabeler olsun, ko'pinchisining maqsadi nima desa, ahiretni maqsad qilganlik uchun dunyoga hech qanday ahamiyat berib ketmagan, dunyoning keynidan pek urib ketmagan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deydi desa, sura 38-oyatida: "Va ma mata'ul hayatid dunya fil ahirati illa qalil." Sizlar dunyoning cho'ng mata, butun nozu ne'mat hamma narsani bir yerga yig'ib qolsanglar, hamma narsani bir yerga kelsanlar, qiyomat kuniga nisbatan hech nimaga o'xshamaydi deydi. Hiç qanchalik bir narsa emas o deydi. Hatta Peygamber Aleyhisselam ta'riflab deydi desa, sen şu dünyadaki hamma noz ne'mat, hamma boylik ne?
Bunun misalını misalga alsak, xuddi sen daryoga qo'lingni shunda cho'mdirib tasang, qo'ling kichiknam nem chiqqanga o'xshash, ashunchalik bir narsaga erishalaysa oxirat nisbatan u hech qanday narsa emas deydi. Peygamber aleyhisselam hayatida olsun, mayli Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim bizi tariflab olsun. Yani biz müminlerge ne mi deydi desler? Siz bu dünya ötkince, bu dünya sınak dünyası, bu iş qanday adamga baqıvandı bolmaydı. Siz onun kendinden çift ketmanglar, onun gibi özüňizni urup ketmanglar deydi. Yani bu yukarı körsətmelerin mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de körsetken, körsetmeleri, bizi kılgan emirleri, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ve tavsiyeleri. Şu nispetten biz müminlerge hayat, dünya hayatı degen ne mi desek? Dünya hayatı, Peygamber Aleyhisselam'ın aynı bir tarafı var. Dünya mezraatul ahire. Dünya ahiret üçün teoretikçilik kılıp aldığın ikinzarlık. Qançılık yaxşı iş kılıp alsak, ahiret üçün kılımız. Ama bu dünyaya özümüzü beriş, dünyaya kirip getiş, dünyanın akısını kırıp getiş, bizge hiç qanday bir fayda menfaatine ekelenmeydi, digellik buludu buna nispeten. Köp rahmet tamamlam. Hem de bu yukarıdaki şu sözlerini anlığa vaxtımızda tunci insanın köngülü şu nasıl gelişi mümkün hem de. Allah subhanahu wa ta'ala bu zeminni güllendirişini, bu zeminde adalet yeyişini biz Müslümanların üstüge bu dinni bizge ata kılıp bizge yüklegen, aşındak çoğun bir amanetini yüklegen bir Müslümanlar bulu sütümüz bilen. Hem hadislerden bakmasın, küçülük mümin, aciz müminden yaxşı Allah'a nispeten suyumlu gerek diye. Yukarıdaki geplerden de bu zeminge adalet yeyiş, dünyada en küçülük orunga ötüş bilgenki harikini yıkanma. Müslümanların tarihi qarsak nurgun nayeti küçülük əsrlər boyu dünyanı soruğan bir olup yaşayan hem dünya kolumuzda idi. Hem de xuddi bu dünyadan yirak durup bu şekilde yukarıdakidek qarga vaqtimizda xuddi dünyadan yirak duruş gerek diyeni körstemdi bu. Başka bir hata düşünce efkep kalmasın. Bu zamanla bundak adaletini kandak sigirdi Müslüman dünyadan bundak yirak durup bu şekilde qarab durup emelge aşıralaydı. Şu sual sorulup kalı dep oylagan. Hem de bu sual nayet yaxşı soraldı. Yani biz mümin buluş süptimiz bilen bu yerde mayl Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'deki dünyanı tariflep işi olsun, Peygamber Aleyhisselam'ın körsetmeleri olsun, bu yerde yenge dünya tapmağılık, dünyanı mesela dünyanın kendini mağmaslık, dünyadaki mal dünya olsun, ilim pembe olsun, terakkiyatka karşı çıkış degellik emez. Bu yerdeki maksat ne dese? Esiyade, yani terkiden zahidlik emez. Yani terk dünya bolu degellik emez. Bu yerdeki maksat ne dese? Sen esiyadan dünya olup gitip kalsa, bütün hiyalın dünya olup gitip kalsa, senden ahiretlik yok, dünyalık mı yok degellik olur. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de deydi ki وَبِتَغِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Şu qarqı ayette mesela Qarun'ninki vakalikede sözlündüğün ayet deydi ki Allah subhanahu wa ta'ala dünyada sana bergen nesi bilen ahiretlikini izle deydi. Mesela bazı bir sorular sorulup kaldı. Bu dünya müminden mi kafirden mi deyip. Mesela bu yerde bir hadisin sözlep ötsek bazı adamlar başka hata düşünüp kan ahvallarım var. Mesela dünya sicnul mümin ve cennetul kafir. Ma dünya kafirlarning cenneti, Müslümanlarning türmesi, zindanı. Unda olgandan keyin bazı so'pi e'tiqoddagi bazı mutashaddid kishilar tushunib biz shu dunyoda nayt töven zada shu qiyinchilik holatda o'tishimiz kerak deb unda gap emas. Bu yerdagi bu hadisning maqsadi nima desa, o oxiratdagi katta nazu ne'matga nisbatan müminning ma dunyodagi nazu ne'mat bahramon dunyo bilan alak bo'lib ketgan yoki dunyo bilan rohatlangan rohatni oxirat nisbatan turmaga o'xshash. Turmaga o'xshash. Masalan biz bir oddiy bir rayonda yashadik deyli. Yashab nayt isl bir rayonga kelgan vaqtimizda deymiz, "Voy, o yerda men turmada yashab ekanman-juma. Asli maneke yashaydigan ya." Naq ana shu müminning ma dunyoga ko'rgan halovatlari oxiratda Alloh tayyorlab qo'ygan go'zal jannat, noz, ne'matlarga nisbatan mana turmaga o'xshaydi. Ama kafirning ma dunyodagi desa, chunki uning nimasi yo'q, oxirati yo'q, qiyomat kuni yo'q, qiyomat kuni azobga duchor bo'ladi. Shunga ma dunyoda yashagani uning jannat yashaganligi uning. Ma dunyoda yashaganligi, yevaganligi, ichvaganligi, rahat ko'rganligi qil jannat yashagandek bo'ldi oxiratga nisbatan. Biz müminlerin, kafirlerin nemesi var fakat dünyası var. Ulanın dünyası var. Ular şu dünya için yaşaydı, dünya için yeydi, dünya için kılıdı, yaxşılık kılsın, nemiş kılsın, nemiş için kılıdı, dünya için kılıdı. Çünkü dünyalık kılıp var.
Ularning dunyoligini Alloh subhanahu va taolo bizning imtihonimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bergan. Bizning cho'dasa dunyoligimizmi bor, oxiratligimizmi bor. Şu oyatning oyaqida "Va la tansa nasibaka minad dunya." Ma dunyodagi nasibanim qanday qilma, unutib qolma. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, Allohning ne'matlari sening qanday qilishini ta'siri ko'rasan sen degan. Bir iqtisod va bilimning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qishib chuvalchaq, kiyimli nachar kelgan vaqtning o'zida pul topqanlik hadisninki mazmuni jarayoni bor. Ya'ni pul topqanligini bilib turib, unda bo'lsa Allohning ne'matlarining ta'siri sening qanday qilsin, ko'rasan degan. Demak, bu yerdagi maqsad nima bo'lsa, biz dunyodan bahrilanamiz, huzurlanamiz, ammo dunyoga o'zimizni qanday qilib o'tmaymiz, urib o'tmaymiz. Yani dünya bizning esiyatımız dünya olmaydı. Zaten dünyada tapımız. Yani dünyani biz ahiretlikimiz için işletimiz. Dünyani tapımız, mal dünya tapımız, terakkiyatlarını ürgünümüz, nurgun ilimlerini egalleyimiz. Onu ne için işletimiz? Allah'ın dinini güçlendiriş için, müminlerin izzeti, İslam'ın yükselişi için işletimiz. Acizlarının ki ahvalını kötüreş için, onların aldığını haber için işletimiz. Şuna müminninki dunyalıqımı buludu, ahiretlikimi buludu. Yukarı ayetlerine sen dunyalıqda tapkan Allah bergen nersani neme için işlet? Ahiretlikin için işlet. Ama dünyadaki neyse anlamı kadar kılma, unutup kalma. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ise Sure Cüma'da hemimiz bilmez. فَاِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Yani namazını okup olsanlar oturup meşede turu olmasın çıkıp Allah bergen rızkını kadar kılınlar, talep kılınlar. Allah bergen rızkını izdanlar, dünyanı akıstırmayınlar, yani dünyanı yığınlar deydi. Yani bu vakalikte, bunun bir vakalikini süzleşin ayeti uygun dektirdi. İbrahim ibn Edhem deydiğen dağlık bir alim ötken. Bu adamın nurgun şagirtleri vardı. Şu şagirtlerin içinde Şakikul Belhi deydiğen bir şagirti bulup, bu şagirt taz okuşunu taz yaxşı okuyanmaygan ama ticaretsel ipvarak şagirt bu. Onda oğandaki bu şagirdin ustazı dedi ki sen ticaretle şugullan dep bunu keltirip ticaret yolguzap koydu. Yolguzap koyup kitip alsa bir yerde karvallar, azrak malum manganın karvallar demeliş için hem de ticaretke emra olap ügünü gılmağı hem de ticaret kılıp için. Şu yerde karvanı toxtuğa vaxtıda bir közü qarğı, qant sunup bir kuşunu körep kaldı bu. Hem de ehlil men musulmandan alayıbdı deyim olsa her kandak köygen nəsi üstüde bir tepekür kılış. İzdiniş bizden mesuliyetimizde her bir Müslüman. Aslı biz her vakit köygen işleri kandak kılışımız gerek tepekür kılış. Bu tepekür kılıp dedi ki bu kuş hem qarğı, qant sunup uçanmaydı, köz gömmeydi bu biçare ölü dağın buldu. Dep tusa başka bir kuş uçup gelip xuddaligi kepte ağzındaki danni balasının tokunuğa taşlagandek anın ağzına ekilip dan taşlavatqanligini gördü. Balası emas çoğun kuş bolmasa. Körep men japat atıp ticaret qilib bunda yerip charchaganning Allah manga yetkizib berdigan go deb qaytib ketdi bu. Qaytib ketgandan keyin ustozni ziyorat qilib kelib, "Voy sen ticaret yo'g'ilsag'antib sen nima ish qilib bu yerdasan? Men mushunda ahvolni ko'rdim. Alloh menga rizqni berdi, nima qilaman japat atib" dedi. Diye vaqtida ustoz xapalab ketdi. Sen qant sunu qarg'u qushning misolini shuning o'rnak olamsa yoki kuchlik qushga o'xshash Allohning kechirayotgan rizqini tepib kelib, ashuna ojiz, yetimesirlar, ayollar, meyitlar, qiyinchilik odamlarning oldini xabar oladigan kuchlik mana bir narsani sen uningga bo'lamsa deb uning qattiqroq gap qildi. Uningdan keyin shu tarixni so'zlandi, nihoyat katta boyolab ketib, nurg'un xayriy ishlarni qilib, nurg'un ishlarni qilib o'tgan shu kishi. Shu gapning ayg'irnim deydi bo'lsa, Umar roziyallohu anhuning so'zini naql qilib, Umar roziyallohu anhu deganki, "Ey musulmonlar, sizlar Allohning rizqini talab qilish uchun safarga otlaninglar, harakat qilinglar, chunki osmondan oltin kumush yog'maydi." Altın kumush yağmaydı. Onu sefer kılış arkalık, sebep kılış arkalık, sebep dünyasında onu alımız. Anın kendin onunla biz kanda kılayımız, yeterleyimiz yazık çıkan vaktimizden olsun. Xuddi bazılar uylap kalıyordu ki, mesela ticaret veya ki bazı neslerde nihayet bir xil özün toxuttu bilip, bana tapadığı vaxtda Allah kaderini izip diken, Allah Teala emme nesinin rızkını beri yutip diken, sebep kısı beredi onu. Sebep kılsa, sebep arkalık Allah subhanahu wa ta'ala onunla yetkizip beredi. Xuddi elaqi kuşqa o'xshash. Hem bizni bayamsiz degan hadisda Payg'ambar alayhisalom kuchlik mu'min ojiz mu'mindan yaxshi dedi. Xo'sh. Kuchlik bo'lib,
ahvol va tilimizni mustaqil qilish bizning mas'uliyatimiz bizga nisbatan. Umum musulmonlarga nisbatan islomning azizligi, Allohning kalimasini ustun qilish, musulmonlarning holini yaxshilash har bir musulmonga nisbatan farz. Bo'libmi bizga nisbatan bo'lsa, o'zimizning shu muhojiratdagi qiyinchiliklarimizni o'zimiz hal qila oladigan. Bicharalar qantusini qushqa o'xshash yotadigan emas. O'tirg'i maydonga chiqib, qo'limizdan kelishcha iqtisod, har egallalaydigan ilm iqtidorini egallab, Alloh tushayotgan rizqini tekshirib, Allohning holidan xabar olish u bizning mas'uliyatimiz. Shu payg'ambar sollallohu musulmonning musulmon bo'lgan haqqlarining qatorida nurg'un haqlarni so'zlaydi. Va hammamizga ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo insonlarga bergan iqtidor o'xshamaydi. Ba'zi odamlarga ilm dar olurdu. Bazı adamlar ticaretke usta olurdu. Bazı adamlar mesela cenge usta olurdu. Yani Allah Teala insana nispeten her xil iktidarını berip etken. Şu iktidarını cari kılış Allah bergen nimetten şükranızı bize keltiriş. Ama onu cari kıldırmaslık Allah bergen nimetke tuzkurluk kılış yani şükranızı bize keltirmezlik temiz. Ama da temimizi kaysak demek Allah ve Allah'ın Resulü bizne dünyada yeteveleş, dünyanı yaxşı görmezlik digellik, onun kendini mağmaslık digellik emez. Yani isyadi uyu dünya olan bulup gidip, dünyaya berilip gidip, ahiretini unutup kalmasın. Çünkü biz tarihte mesela Resulullah'ın sahabeleri dünyalıkının kendini çip ketmegen, lekin bayıttı. Osman razıyallahu anh'ı misal qalaylı, Ömer razıyallahu anh'ı misal qalaylı, hemmisi ularning baylıqına köp bayti olar. Ama ular dünyani qilib ketmeydi, kendidan ketmeydi. Bir sahabe var mesela topu asımı payda qilgan bo'lib ketgan degan hadislerde bayon qilinadi. Ondan keyin ko'raylik, keyingi davrga kelgan vaqtida, masalan Umayyiyalarni misal qilsak, oxirgi davrga kelgan vaqtida mal dunyo ko'paydi, ham mal dunyoning keyni ketib qoldi. Kiyim-kechaklarni ait isillaştırıp, pul tapsak, pulun kendinden rahat paras olab ketib qoldi. Şunun bilan İslam acizlaştı, Müslümanlar acizlaştı, başkalarının işgaliyeti küçüyüp ketdi. Her bir imparatorluk mesela, meyli İslami imparatorluk olsun, meyli başka imparatorluklar olsun, qanday desa şahvatga berilse, mal dunyoga berilgan hamon qanday qilinib ketdi, ojizlashtirib qarab maqadi. Bo'libmi biz musulmon bo'lishimiz bilan Allohning Rasuli bizni dunyoga berilib ketishdan nima uchun to'sidi desa, sen dunyo topma deganlik emas. Dunyoga berilib ketib qolsang, nimani unutaysan? Oxiratni unutaysan. Allohni unutaysan. Allohni unutaysan. Allohni unutgandan keyin Alloh sen qanday qilmaydi? Yordamchi bo'lmaydi deydi. Bunun yana bir misalini elib bilsak, mesela ben Şarkı Türkistan'da Oğulcu diyarda yaşadım. Bizden şu 5. fevral vakasida qatılğanmada nurgun qiyindaşlarımız tutulup türümü kirip ketken. Şu türümlerde nurgun qiyin qıstaqlarga elingan, hatta tırnaqlar şunluğan hem de bu hem edemge ma'lum. Nurgun qiyin qıstaqlarda qiyindaşlarımız yanmay, özünün imanını çın turup vaqtini ötküzüp, bazılar 10-15 yıldan keyin çıqqanlar var. Çıqqandan keyin bazı ticaret, bazı dünya işleri bilan meşgul olgandan keyin dünyanın nazı nimetleriyle meşgul olup ibadetleri yok olup ketken, hatta yoldan çıkıp ketkenlerimi bizden aldığımızda uçurgan mesela. Şu Peygamber Aleyhisselam dedi ki, ben sahabeler kelgen musibet veya ki ulağı başkalarının basıp gidişini pek ensirip ketmeyime, dünya eşelip gidip, dünya peras olup gidip, ahiretini unutup, dünyadaki vazifesini unutup, qeyrindeşini unutup, İslam'ın diki mesuliyetini unutup kılıştan qanday qilma, ensireyme degan Peygamber Aleyhisselam. Demek edip etqa vaqtimizda bu yerda Alloh taolaning dunyo hayotini bizga manda tayyorlab qo'yishi, sen onun berilib otlanib ketma. Allah sana rizqini bergan, sen harakat qilsa, sen o'zingning butun vujudi bilan uni kirishib ketma. Kirishib ketsan qanday qilib qo'ydi? Bulg'ab qo'ydi dedi. Hattoki gapimizni bu mavzuni pek kengroq ishlarga to'xtalsak berildi. Allah razı olsun. Hakikaten yani dünya kalbinde emas, kulağında olsun. Kulağında olsun ki sen xalagan yerge Allah razı bulduğun her orunga sarf qila olgan deb. Hakikaten biz baynan yok yançıqdan pul çıqagan vaqtda yançıqdan emas, yürükidan chiqib deb bir maqal tamsillik bir söz var dem. Esim kelmedi. Kalbga o'rnab qolganda dunyo muhabbati so'yilsa, ya'ni 10 so'm sarf qilish uchunmi necha o'yinib qilgan gapda vaqtida. Ammo qalbida o muhabbati o'rnashma vaqtida oldida to'kilib tursimi, buni xalqan yerga ishlatadi deydi. Hamda damlama shu Allah Qur'oni Karimda yana al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Mushu bizlarga berilgan mal dunyo bo'lsin,
farzandlarimiz bo'lsin. Bu dunyo hayotining zinnati deb sifatlab oxirda val baqiyatus solihat deb keldi. Albatta bizga berilayotgan nurg'un ne'matlar hammasi Allohning bu dunyodagi bizga berilgan imtihon omonatlar hamda. Mushu mal dunyo va farzand imtihonidan har birimiz bergan. Musulmon qandoq muvaffaqiyat bilan o'ta oladi? Boyamqı ayette okuğunumuzdaki Allah subhanahu wa ta'ala ayette balılarını, mal dünya balını bir neçe orunda birlik ettigen. Hatta 24 isimde karşı 24 orunda Kur'an-ı Kerim ilişkisi birlik egen dep qaraydı. 2 orunda balını aldı da qalan 22 orunda malını aldı dep keltirgen deydi. Demiş ki insanın asası cihetin balısı melep bunu nurgun nesik tosalık oldu. Allah subhanahu wa ta'ala 2 ayet misal alsak bir ayette aduvul lekum sizlarga düşman degan yeri var ballarını mal. Yani bir yerde fitne degan yeri var. Sınak, imtihan. Yani biz bu yerdeki fitne deganlikten sonra afet emas. Bu yerde fitne deganning yaxshi yomon oldu. Biz bu yerda deymiz imtihan, sınak bo'ladi deb tushunamiz. Yani bu şeyde Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de balılarını ve mallarını fitne degan ayetden üstüne toxtalsak, muş ayetin sebebini alınımında bayan kıldı. Hemen ma'lum Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kelgandeyken Mekke'dekiler yani Uhud uruşu, Bedir uruşudan keyin bütün Mekke'dekiler nurgun askerlerini toplap Xandek uruşuda. Yani Medine'ye bisip keldi Resulullah Medine'nin atrafı Xandek kolaydı. Şu vakti Banu Qurayza'nınki Yahudiler bilan Peygamber sallam kelişidi. Yani biz bir yerde turib atqanligimiz uchun o'zimizni tan qo'g'dishimiz kerak, hamkorlashimiz deb. Ammo ular ahdini buzib, xiyonat qilib, Qurayshlar bilan birga bo'ldi. Payg'ambar bu jang tutgandan keyin hatto Payg'ambar samsal vaqtni kechiktirgan vaqtida tarix kitoblarida bayon qilindi. Jibril alayhisalom kelib, "Cho'qim bularning ishini bir taraf qilmasang bo'lmaydi" deb keladi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala'nınki Kur'an-ı Kerim'deki ayeti inik çokum ceza ödüyenler cezasını, hıyanetinin cezasını qanday qilish kerak, tatish kerak. Bumuz Peygambersam onundikin yükselenmeydi. O hıyanet onu apu qilaversa yoki uni kechiraversa, onundikin Rasulullah'ın qishini mustahkam turalaydigan odamlar qolmay, ele hıyanet qilgan ahvollar cho'ng yuz berdi. Shuning ishning beshida ishni bir taraf qilish uchun Jibril alayhisalom Peygambersamdan qishiga keldi. Peygambersalom Bani Qurayza muhasirga oldi. Muhasir qilib, bunda bu tarixiy vaqalik. Yani asas bizning timimiz dediğimiz şeyde Ebu Lubabe raziyallahu anhu'nu o yerde məsləhətçilikə yollaydı. Çünkü o ularınki başka kabiledeki burunki ittifaqdaşı olğanlığı üçün yollaydı. Yollayan vaxtında şu tarixi kitaplarda deyildi ki bu adamın mal mülkləri və balı çaqqalları şu Banu Qurayza ekan tuş vaxtida. Yani bu məsləhətki berib, bağa vaxtida ular ayollar həmmisi yığılıb çıxıb, şu Peyğəmbər əleyhissalam bu yerdə Sa'd ibn Muazdan hökmüge kelishini talab qildi, şu hökmüge kelishdi. Biz Peyğəmbər əleyhissalam sallallahu aleyhi ve sellem şu talab qilgan şu hökmüge tushsak qanday bo'ladi, qanday qaraysa, tushsak bo'lamdi desa, bo'ladi deb qo'limda ishorat qilib qo'ygan. Yani tushsanglar bo'g'izlaydi sizlarni, yani sizlar aloqatinglar bo'ladi deganlikni qilib qo'ygan. Deb bo'libla darhol o'zining xatoligini bilib tövbe istig'for etib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelmay udul masjid kelib o'zini to'riga bog'lagan. Men xiyonat qildim, Allohning rasuli xiyonat qilib qoldim men. Men Allah bana tövbe kechirim chiqmay, men bo'shinolmayman deb turgan. Demak Alloh subhanahu va taolo tövbesini qabul qilib Payg'ambar alayhisolamga oyat tushagan. Payg'ambar alayhisolam eshitgan endi. Demak, o'sha odam shu yerda mol bolalarini deb ayetdeki gapni qanday qilib qo'ydi, oshkorlab qo'ydi. Xiyonatga sabab bo'lib qoldi. Shuni Alloh taolo ogohlantirib, "Bala, mol dunyolaringlar, bola chaqanglar sizlarga nisbatan nima? Cho'ng imtihon, sinoq" deydi. Shuni biz nurg'un hayotda ko'rib qolamiz. Nurg'un insonlar endi bu yerdagi balaninki sinoq tarafi ikki xil bo'ladi. Biri balalar uchun dadalarning xatolashi, yana biri balalarning xatolashi dadalarga otilib qilishi. Bu yerda ikki xil taraf bor. Birincisi to'xtalsak, yani balalarni deb dadalarni xatolashib qilishi yuqorqi sahabeninki ahvoli. O'zining xatoligini tunida Alloh gunohni mag'firat qilsin, Payg'ambar alayhisalom afu qilib shishib etdi masalan. Shuning o'xshash nurg'un insonlar o'zining bolasini qo'g'dash uchun, hattoki nimami bor. Buning yerli misol va Payg'ambar alayhisalomning Makkaga yurish xabarini nimaga yo'llab qo'ygan sahaba bor Makkaga. Sahabeninki ismi derhal isim kelmay qolib qoldi. Payg'ambar alayhisalom Jibril alayhisalom xabar berdi.
Ali raziyallahu anhu'nu öğretip, hele ayalınki, hele tövgüde mangan ayaldın qarasa şu yerde xat var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüş doğruluk aşağıya xat yollap koydu. Neme için kıldın dese, bir yerde benim balıça kıllarım batı, nemelerim batı, başkalarının qoğdaydıgan nesi batı, benim yok. Yani bir yerdeki bunun neticesi kirmeyimiz demek, şu kişinin şu yerdeki mal dünya balıça kıllarını dep qanday qilib qaldı. Xatalık sebep bo'lib qaldı. Hayatımız nurgun insanlarını körüp kalır. Mesela bazı filmlerden körüp kalırız mesela. Noci yapılı adamlar balı imtihanını ötemey. Mesela özünün adamlarına, kabile ve yerlerine xiyonat kıldığın ahvallar. Şunun oxşaş bir yerde diyen neme olursa, yani biz nurgu vaxtımızda balımızı dep yalğan geçip kalıdığın. Hatta ki ballarımızdan turmuş yoki mektep pulları yoki bir narsani talab qilishni o'g'irlik qilib qoladigan, boshqalarning miliga tajovuz qilib qoladigan, boshqalarning haqqiga tajovuz qilgan ahvollar bo'lib qoladi. Ba'zi vaqtda milimizni qo'g'dash uchun hatto zakotdan chekinadigan masalan. Milimizni qo'g'dash uchun milimizni yo'qolib ketmasin deb xato, masalan hatto ba'zi bir jazoni ishlarga mesela da bazı nurgun hem de bu tarihi nurgun vakalikler bizge memizge. Yani demek mal ve ballarını qoğdaş için nurgun hatalıklarga biz qanday kirip qalamiz. Şu hatalıklarga şular qanday qilib qildilar. Sebep bo'lib qildilar. Bular sebep bo'lib qildilar. Şu jihatdan deydi ki sizlarga şu balanglar sınaq imtihan ki sizlar ularni deb ahiretlikni yo'qotib etmanglar. Rabbinglar Allohni norozi qilib qo'ymanglar. Allah'ın Resulü'nün buyrukları qanday qilmanglar, qarshi chiqmanglar. Bu yerdeki intam. Yana bir nima bo'lsa, farzandlarimizni, mallarimizni malga kelsak, Allah bergan malni Allah yo'lida to'g'ri sarf qilmasdan, baxillik qilib, chiqim qilolmay yoki harom yo'llarga ishiltish, kayf safaga ishiltish, zinoy fohishiga ishilishni iboratdan ishlar orqali haliqi malning imtihoni fitna bizga sinoqqa keladi. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalanmasi orqali bolalarimizningki gunoh ma'siyatlarga bo'lib ketishi, xato yo'llarga kirib ketishi, uning so'zlarining bizga kelishi, masalan, bizning shu bolalarning sababdan haqoratlashimizga o'xshash, mana shu mal va dunyoninki fitnasi bu nisbatan endi biz bu bola nimani deb tushunamiz desa, Allohning bizga bergan omonati va siniqi deb tushunamiz. Sınıqı deganlik yuqoridek ularni deb xato yo'lga kirib ketmaslikka ogoh bo'lamiz. Bizga bo'lgan omonati deganligini qanday tushunamiz desa, u Alloh bergan mol dunyoni Alloh yo'lida ishiltish, Alloh bergan farzandni Allohning yo'lida qanday qilish, tarbiyalash. Mushunday qilgan vaqtimizda bu hayot dunyodagi farzand va mol dunyoning imtihon siniqidan o'talaymiz. Buning da eng muhimi, nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Allohdan har vaqt tilash. Allah yardımcımız bulmasa tez. Tarixda halak bo'lgan insonlarning ahvolini ko'rib baksak, yuqorqi ikki narsaning jihatini nurg'onlar qanday ketdilar, halak o'tib ketdi. Birinchi Alloh subhanahu va taolodan yordamchi bo'lishni har vaqt namozlarimizda, farzandlarimizning tavfiq, hidoyat tepishini, Alloh bergan ne'matni Allohning yo'lida ishlatishimizga Allohning imkoniyat berishini Allohdan tilab, Allohni yordamchi qilamiz ve yuqorqi usullar orqali bu imtihondan o'tishga harakat qilamiz. Ana shunday qilsak Alloh subhanahu va taolo yordamchimiz bo'ladi. Allah hammamizni bu imtihondan o'tgan nasib qilsin. Amin, amin. Damlamam oxirida şu lezzet bilan saadetninki, yani saadetni arab tilida saadet deydi, uyg'ur tilida saadet degan so'z bor. Yani baxt, saadet deb biz isbot deganimizdek. Mush ikkisiningki farqini albatta biz dünyanın nazu nimetleri, dünyanın lezzetleriga şu nurg'unlarimiz hamda alınıp kitimiz qo'yib o'tguncha nimalardan qisqa muddatlik lazzatdan keyindan nurg'un bir ömür pushaymon qilgan ishlarga duchor bo'lmaymiz hamda. Alloh saqlasin bu ishlardan. Ammo shu ikki so'zning farqini deb tushungan bo'lsak. Hamda bu so'z lug'at ilmlarida hattoki falsafiy ilmlarda men tortilishgan bir masala ekan bu. Amda lezzet degani bunda bir ismi zag'irtilimiz demdi. Yine tushuncha holatda qilsak bu hissiy narsa, mahsus. Bu deganlik ya bir narsani yegan vaqtida, ya bir ishni qilgan vaqtida, ya bir narsani purgan vaqtida shappadan uningdan bir lazzatlanamiz. Bir tamoqni yeymiz, shunda tamliq bir his qilamiz uni. Yoki bir manzilni ko'ramiz, shunda bir uningdan bir lazzat his qilamiz. Yoki bir obdan bir ishni qilib olamiz, deb yaxshi qilib oldim deb uningdan bir xushulab qolamiz. Bir lezzetlenish degan birinchidan bu hissiy narsa ekan, ikkinchi vaqtliq o'tkinchi narsa. O'tkinchi. Hozir mana pufrab o'tib kelsak, aning lazzati tugaydi.
Qapqala tugaydi. Yana bir narsaga o'tib ketamiz, boshqa narsaga o'tib ketamiz. Bu lazzat mana shu narsa ekan. Hamda lazzatlanish uchunmi? Hamda olimlarning ochiq fikrlari bor. Olimlardan bunda bir tavsiya kelgan, bunda bir o'rnak kelgan ekan. Lazzatlanish uchun 3 narsa, 3 xil narsa tang bo'lish kerak deydi ekan. Bir narsa lazzatlanib, lazzatini surish uchun deydi. Mayli dunyoning deyli yoki mayli o'tag'an uyning deyli. Masalan, birinchi tan saqliq. İkincisi vaqt. Üçüncüsü ig oluş. Ig oluş. Mesela bazı vaqtida biz yosh vaqtimizda tanlarimiz saqken, vaqtimiz varken o lazzatlangan narsa qanday qilolmaydi ekanmiz. Erişemey qolgan. Mesela bir katta bir mashina misol qilsak, shunga erişemaymiz ekan-da. Pulimiz yo'q. Sürenmeymiz ekan. Bazı vaqtida yeshimiz sal cho'nglab, tan saqligimiz yo'q bo'lib qoldi ekan. Vaqtimiz borken mashina oladi ekanmiz, sürenmeymiz ekan. Putimiz sunib ketadigan ahvol bo'ldi ekan. Yoki qirib mashina edemaydigan ahvol bo'ldi ekan. Yoki saqkenmiz, malg'im egibdik, vaqtimiz chiqmaydigan ahvol bo'lib qoladi ekan. U narsa bu yerda mana shuning uchun bir narsadan lazzat tetish uchun 3 narsa tang bo'lish kerak ekan. Ham o'zimiz saq, ham vaqtimizni shuni qilish uchun vaqtimiz bor, ham u narsa bizda bo'zi bo'ladigan gap ekan. Shuning uchun nurg'un insonlarda mana shu dunyoda qarab baqsak, insonlar bir narsaning ba'zi vaqtida halovatini, lazzatini suramay ketib qolgan ahvollar bo'lib qoldi ekan. Chunki 3 tepilmagan ekan, hammadan da tepilmaydi. Ba'zida ma tepildi, ba'zida ma tepildi. Ma'ni izlab kelsa, ma yo'q bo'lib qolgan ahvol bo'ldi. Shuning temamizni qaysak, lazzat degan o'tkinchi narsa. Vaqtlik narsa ma qilimiz tugaydi. Ammo saodat degan nima bo'lsa, saodat degan, ya'ni biz Uyg'ur tilimiz ilib bilsak, baxt hamda. Biz musulmon bo'lishimiz bilan baxtni, haqiqiy baxtni deymiz. Allah Teala'nın kalbine. Asasen baxt degan nima bo'lsa, bu ruhani narsa. Bu ruhani qalbda bo'ladigan, qalbda ko'riladigan narsa. Biz ba'zi odamlarni qarab bakmamız, "Va falonchi bek baxtlik, mashinasi bor, uyi bor, bolalari bor" deb qaraymiz. Ammo uni bilan qaralsak, u baxtli emas. Uning nurg'un dardi bor. Uyisida rahat ololmaydi, siqiladigan ahvol bor. Buningga bir o'rnak misol to'g'ri kelib qoldi. Şu Aliman Velayet deb İmam Yusuf Qarzaviyniki bir kitap var, bir metelde tercüme qilgan. Şu kitapda deb şu Yevropaning bir o'lkasini misol qildi, ya Shvetsiya yoki Shveysariya bo'lishi mumkin. Bu yerdagi insonlarningki davlat tarafdan berilgan kafolatni ayt kuchlik deydi. Hech qanday qiyinchilik uchirmaydi deydi. Hamma narsa to'liq. Hattoki bir inson og'rib kelib nimaga rak kasallik grippda olib doktorlikni kirib qolsa, musha odamning holini yaxshilash uchun maxsus odam o'rlashtirar ekan. Perdin tatib qo'yib, oyoqda ikki sestra gap qilishdi ekan. Bu odam uqmadi degan asosda. Deyki, doktor ma odamni nima deydi, saqiyam degan deydi, desa, deydiki, "Ha, bunda kasallar burun saqiyibdi ekan, saqiydi ekan. Bu o'zining ko'ngli xush tutsalam saqiydigan kasal ekan, buni doktor saqaydi ekan" deydi ekan. Degandiki, "Bu, ha, rost. Chunki men uqmadi deganlik uchun rasman saqiydi ekanman" deb ko'ngli ichilib, mushunda darajada kafolatga ega ekan. Ammo o'zini o'ltirish nisbati dunyoda oldin qatordadir deb bayon qildik. Yani dünya hayatındaki o nazı nimet, hem maddiyetinin toluqlığı nimenin derek vermeydi, baxt saadetin derek vermeydi. Baxt saadet degen nime olursa, insanın üzerine, men doğru yolda, bulup men Allah'ın Resulü kösetken doğru yolda ketip barmay dese, o qattiqni yeyisimi, qattiq yedi yasimi, o nime bolalaydı ki, baxtli bolalaydı ki. Peygamber Aleyhisselam nim degan desa, Peygamber Aleyhisselam hadisida haqiqiy baxt, boylik degan nima? Haqiqiy baxt, boylik degan qalbda bo'ladi deydi. Agar qalbi baxt bilan to'lgan bo'lsa, o odamga nisbatan hamma narsa nima? Baxtli ko'rinadi. Allohning bergan ne'matlarining hammasi o odamga baxtli ko'rinadi. Ammo qalbi baxtli bo'lmasa, butun dunyo o odamdan oldiga kelsin, baxtni qana qilolmaydi. Boylik his qilolmaydi, har vaqt o'zini kambag'al hisoblaydi degan. Chunki baxt deganligimiz, saodat deganligimiz bu qalbiy narsa bo'lib, Alloh subhanahu va taolaning ko'rsatib bergan yo'lida manga vaqtimizda o'zimiz baxt his qila olamiz. O'zimiz qarab baqsak, mana shu hayot jarayonida ba'zi xatoliklarni qilib qolgan vaqtimiz endishimiz bor. Baxt his qila olmaymiz. Chunki musulmon bo'lishlar oxiratdagi azobning, mushu dunyodagi xorliq Allohningki, mushu dunyoni xorlab qolganligini bilib qolamizda. Ensiraymiz, endishimiz bor. Ammo Alloh ko'rsatgan yo'lda mangdiq. Siz bergan islomning doirasida yashayotimiz, o'zimiz baxtli his qila olamiz. Bu haqiqiy baxt. Demak, baxt qalbda bo'ladigan, Allohning Rasul ko'rsatib bergan yo'l bo'yicha mang'an vaqtida his qila oladigan baxt.
deb xulaslasak bu iqtisodiyotni yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu olimlarning har xil ta'riflari bor. Mening tushunimcha, chunki biz musulmon bo'lishimiz bilan har qanday narsani islomiy nuqtadan, musulmonlik nuqtasidan ta'rif qilamizki, chunki biz Allohning Rasulining yo'lida meng'avatamasak endishimiz yo'q. Dunyoda ham xarolmaymiz deb bilamiz, oxiratda ham xarolmaymiz deb bilamiz. Shuning uchun mushunda bo'lgan vaqtida baxtni his qila oladi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Sizlarga Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimiz bu mishada oxirlashtirsak, haqiqatan nihoyatda vaqtimiz qisqa bo'lgan bo'lsa, go'zal bir shaklda ichib berildi deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shundaq to'g'ri tushunchada hayotiy dunyoimizda qisqa muddatlik bu imtihon dunyosida shuningga tegishlik shaklda ko'z qarashimizni to'g'rilagan shaklda mangan vaqtimizda mayli qaysi holatda yashamayli Rabbimizdan to'liq rozimanlik bilan yashaydiganligimiz, har bir minutimizni, qo'limizdagi har bir fursatni shu 4 kunlikning oldiga boradigan mangulik hayotga bir narsalar bilan berish uchun sarf qila oladigan bu tushunchada yashay oladiganligimizni tushunib yetsak bo'ldi deb qarayman. Allah bu tushunchadan ayırmasın, zihnimizni, davamlıq, barlıq hareketlerimizni bu tushuncha asosida shuningga selib mengashqa muyassar qilsin deb tilaymiz. Allah ömür bersa, ati boshqa bir temada yuz ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar, ijobatli duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilib qo'yishni unutmasliklarini umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء